Pindodo ilovasidan xarid qilgan tovarlarimizni pulini qaytarib olishni o'rganamiz. Xarid qilgan tovarlarimiz bo'limiga o'tamiz. Masalan, ushbu bo'limga men aynan mana shu tovarni sotib olganman, ammo sotuvchi boshqa tovar yuborgan. Shu tovarni pulini qaytarib ko'ramiz. To'lovni qaytarish yozuvini ustiga bosamiz. Bu yerda mana bunday sahifa chiqadi. Ushbu joyga kirib olamiz va bu yerda biz to'ldirishimiz kerak bo'lgan joylar mavjud. Mana bu qator shu holatda turadi. Keyingi qator ustiga bosib, pastki hierogliflarni tanlaymiz. Keyingi qatorga nima uchun to'lovni qaytarishga ariza berayotganimiz sababini kiritamiz. Bu yerda sabablar ko'rsatilgan. Ushbu sabablardan mosini tanlaymiz. Masalan, men pastdan bitta oldingi sababni tanlayman, ya'ni sotuvchi noto'g'ri tovar yuborgan degan sababni ko'rsataman. Bu yerda tovar narxi ko'rsatilgan. Keyingi qatorga qanday muammo ekanligini o'zimiz xitoy tiliga tarjima qilib kiritamiz. Pastki qatorga kelgan tovar rasmi yoki tovarning muammoli qismini rasmga tushirib joylaymiz. Xohlasak kamera orqali rasmga tushirib galereyamizdan saqlab qo'ysak bo'ladi. Xuddi shu tarzda rasmni ham joylab bo'lgach, pastki qizil tugmani bosib qo'yamiz. Ariza yozilgach, mana bunday sahifa paydo bo'ladi. Pastdan qizil hierogliflarni tanlab ustiga bosamiz. So'ngra bu hierogliflarni bosamiz. Pul qaytarish uchun arizani tugallab oldik. Ma'lum vaqt ichida ko'rib chiqiladi va pul qaytarilsa, bu yerda o'zgarishlar bo'ladi. To'lov qaytarilgan tovarlar bu bo'limda turadi. Bemalol mana shu bo'limdan ko'rib kuzatib turish mumkin. Sotuvchi va bank pulni qaytarish uchun taxminiy 15 kun vaqt ketadi. Pulni qaytarilganligini Pindodo ilovasidagi xabarlar bo'limidan kelgan SMS xabar orqali bilish mumkin. Xabar bo'limiga kirib ushbu joyga o'tamiz. Keyin bu yerdan tafsilotlarni ko'rish qismiga o'tib olamiz. Pul qaytarilishini Pindodo'ni o'zi ko'rib chiqadi. Hattoki qayerga pul qaytarilganligini ham bilish mumkin.